Akalarim, necha oydan beri kutayotgan mollarimiz keldi mana. Huglo brendida 5 o'tarlarimiz keldi. 5 o'targa 10 yil staj kutib o'tirmayman deganligi. Pompali kelgan. Narxlarini juda chiroyli qilib beramiz, xudo xolisa. Kamuflajnisi kelgan. Hop, mana bu yoqda ham bor. Bu yoqda yengillikni vobshe dodasi kelganligi mana. Karabin olib kelganimiz 308. Bundan bor. Keyin Hugloni yangi brendi Sport vobshe zo'r ekan. Men o'zimga lekin juda zo'r yoqdi. Bu modeli bor. 103 sotganmiz. Narxini yuvvoshroq qo'yamiz. Yuvvoshroq kelsa narxini yuvvoshroq qo'yamiz. Bundan kelgan. Hop, bular berettilar bor edi. Hugloda juda katta assortiment bo'ldi. Men kamuflajga nima deysizlar? Men kamuflajga. Ha? Hugloni bu 5 o'tar emas, bu 2 o'tar bu. Dahshatmi? 103 modeli. Ko'pchilik so'rayotdi. Yana bitta yangilik bor. Huglodan 28 kalibr keldi. Ko'pchilik so'rayotdi uni. 28. Hop, yana nima yangiligimiz bor? Cho'nchak bobini olib keling deyishgan, mana cho'nchak boblarni olib kelganmiz. Xolasanglar qora, xolasanglar mana silveri bor. Bularni ham narxlarini arzon qilib beramiz. Kelib qolinglar.